Joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Farhod, farzandli bo'lish arafasida turgan edim. 3 oy qolgan edi tug'ilishiga. Bugun farzandimni yuragi urishdan to'xtadi. Sizga G'ayrat aka, o'shanda shunaqa degan edingiz. Mana farzandli bo'ldim, demoqchi edim. Farhod, yaxshi bo'ladi, jigarim. Xudo xolasa, hammasi normal bo'ladi. Qarangda, bitta narsa bor. Peshana degan narsa borda, u siqilib, o'ylab, tushkunlikka tushib yurganingizni foydasi yo'q-da. O'zingiz ushlab oling, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qarab turing, bu sinovdek narsada, bu mashtaka payti odam o'zini ushlab olib, konkretniy yaxshi bo'ladi deyish kerak. Bizada bitta odam borda, endi ismini aytib o'tirmayman, tanishim o'zim. 15 yildan ortiq bolasi bo'lgan. 15 yildan ortiq. Tushunyapsizmi? Bittasidan oldimman. Yoshi katta odam. 15 yildan keyin qizli bo'ldi. Tushunyapsizmi? Shuni aytmoqchiman-da. Masalan, birovda 1 oyda bo'lishi mumkin, bir oyda 2 oyda bo'lishi mumkin, birovda 1 yilda bo'lishi mumkin, birovda yillab bo'lmasligi mumkin. Yaxshi bo'ladi.